Azlar, sizlar bilan yana men Batik. Umraga piyoda proyektimni 4-kuni. Men bilan birga qoling, ey O'zbekiston. Alo, kim edi? Baxtiymi? To'xting. Baxti? Baxti emas. Batik. Ha, qayoqqa? Umraga Piyodami? piyoda tavakkal qilib yo'lga chiqdik. G'alati emasmi? Baxti, uzr. Batik. Piyoda qanday qilib? Bu o'tgan yili piyoda Qoraqalpog'istonga borgan. Rostdan piyoda borganmiding? Ha? Xo'sh, Qoraqalpog'istonga piyoda bording. Nima o'zgardi? Ko'p narsa o'zgardi. Masalan, Batik akkauntim 350 ming obunachiga ega bo'ldi. To'xta. Sen hali obunachi yig'ish uchun piyoda yuribsanmi? Aka, ham sayohat, ham tijorat. Umraga nimaga piyoda ketyapsan? Endi umraga ibodat. Faqat ibodatmi? Aka, umraga piyoda borishdan asosiy maqsad O'zbekiston bayrog'ini butun dunyoga tanitish. Tilanchilik qilma. Qanaqa tilanchilik? Og'zingga qarab gapiring. Yoningda qancha puling bor? Aytdim-ku, tavakkal qilib yo'lga chiqdim deb. Ukam, Batik. Biz keyingi haftada Akmal akam bilan Sentrum Umradan samolyotda umraga ketyapmiz. Men senga to'layman. Yur biz bilan. Yo'q, men piyoda borishni niyat qilib chiqqanman, aka. Seni ota-onang, xotin, bola chaqang bor. Ularga kim qaraydi? Tirikchilik nima bo'ladi? Adashmasam, umraga borish sunnat. Lekin oilani boqish, farzandlarni tarbiyalash farz. Bilaman. Yo'l-yo'lakay Xudo bergan rizq terib ketaman, aka. Keyin ularga ham jo'nataman. Shu yo'lda, cho'l-po'llarda o'lib ketmaginda ish qilib. Ey aka, men baribir bu yo'limdan qaytmayman. Hali bizga o'xshagan blogerlar O'zbekiston bayrog'ini butun dunyoga tanitadi, mana ko'rasiz. Sen tilanchisan. Faqat madaniyatli tilanchisan. Shu bir narsaga hayronman-da. Senga o'xshaganlarni yolg'on yashiq gaplariga uchib, rahmi kelib, pul beradiganlarni miyasini yarmi ishlamaydimi deyman-da. Ehson qilishmoqchi bo'lsa, mahallalarda muhtojlar bor. Yo'q, ular senga o'xshagan Batik nadiklarga ishqiboz. Sodda odamlar. Mana yana bitta tilanchi yo'lga chiqdi. Kutib oling. Bor budingizni olib chiqib bering.